Bismillahirrohmanirrohim. 7 ta toifa kishi bor. Ularni Alloh arshini soyasida soyalantiradi. O'sha 7 toifani payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sanab berdilar. 3-kishi rajulun qalbuhu muallaqun fil masajid. Bir kishiki uning qalbi masjidga bog'langan. Masjidni yaxshi ko'radi azizlar. Masjidga kirib, qaytib chiqib ketayotganda yana masjidga kelgisi keladi. Masjidning ichiga kirganda rohatlanib qoladi. Chunki bu yer yuzidagi Allohning baytlaridan bir bayt. Keyingisi va rajulani tahabba fillahi ijtama alayhi va tafarraqa alayhi. 2 kishi bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'radi. Ko'rishganda ham Alloh uchun ko'rishadi, xayrlashib ajrashib ketayotganda ham Alloh uchun xayrlashib ketadi. Ya'ni doimo bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'radi. Alloh uchun yaxshi ko'rish azizlar, bu hech narsa talab qilinmaydigan muhabbat. Ikkita mana shunday kishi bo'lsa, bir-birini yaxshi ko'radigan do'st bo'lsa, Alloh uchun bo'lsin. Uni mansabi, uni dunyosi, uni quvvati uchun emas, faqat Alloh uchun. U undan hech narsa so'ramaydi. Biz mana shu Alloh uchun sevishni darajasini bilmaganligimizdan haligacha bir-birimizga Alloh uchun sevadigan do'st topishlikka qiynalyapmiz. Yo mansabdor bo'lish kerak, yo amaldor bo'lish kerak, yo boyligi bo'lish kerak, yo tanish bilishi ko'p bo'lish kerak, bizga foydasi yetib turish kerak. Mana shu odamni yaxshi ko'ramizmi? Yo'q azizlar. Allohni yaxshi ko'rgan, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni yaxshi ko'rgan odamni yaxshi ko'ramiz. Va uni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. U ham bizni shunday yaxshi ko'radi. Ko'rishganimizda ham bir-birimizni Alloh uchun ko'rishib yaxshi ko'ramiz. Boshqa hech qanday narsamiz yo'q. Ana o'sha Alloh uchun yaxshi ko'rishlik bo'ladi azizlar. Mana shunday agar kim Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rgan bo'lsa, u insonlar ham Allohning arshini soyasidan joy oladi. Rajulun, yana bir kishiki mansabda, jamolda chiroyli bo'lgan, mansabdor bo'lgan, boy, badavlat bo'lgan ayol fahshga, zinoga taklif qiladi. Uni ko'rgan yigit yoki erkak unga qarab, inni axofulloh, men Allohdan qo'rqaman degan odam Allohning arshini soyasidan joy oladi. Nima uchun? Chunki bu narsa qiyin narsa azizlar. Ham jamolda, ham mansabda baland bo'lgan hech kimga bildirmasdan taklif qilsa, u taklifni inkor qilib olishlik uchun yuksak darajada matonat kerak. Hammani ham qo'ldan kelmaydi. Bu yerda biz erkak kishi deb aytyapmiz, rajulun deb. Bu ayollarga ham taalluqli. Mana shunday taklif bo'lganda o'zini haromdan olib qochgan ayol ham inshaalloh Allohning arshini soyasidan joy oladi. Keyingi odam va rajulun tasaddaqa fa akhfaha. Shunday bir kishiki Allohning yo'lida sadaqa qiladi, uni maxfiy qiladi. Shu darajada maxfiy qiladiki, bu yerda hatto mubolag'a bilan tushuntirilyapti. Hatta la ta'lama shimalahu ma tunfiqu yaminuhu. Hatto chap qo'li o'ng qo'li bilan bergan narsani ko'rmaydi. Mana shunaqa maxfiy sadaqa qiladigan odam ham arshning soyasidan joy olar ekan. Bu ham juda qiyin azizlar. Hozir mana shu maxfiy sadaqa o'zi qiyin. Masjidlarda shunaqa bo'lib ketadi. Ba'zan domlalarimiz minbarda turib asosiy mav'izadan chetlagan holda 10 daqiqalab falonchi 10 so'm berdi, pistonchi 5 so'm berdi deb o'qib berishga majbur bo'ladi. Odamlar kelib menga ba'zida aytayapti, nimaga bunaqa falon masjidda 10 daqiqa shu duoni o'qiydi. Men o'sha masjidda imomini chaqiryapman. Domla, nega bunaqa qilasiz? Har jumada falonchi muncha berdi, 5 so'm berdi, 10 so'm berdi deb o'qiysiz ekan desam, domlalar aytayaptiki, domlajon, biz ham buni xohlamaymiz, lekin o'sha masjidga 5 so'm, 10 so'm bergan odam agar ismini o'qimasak, jumadan keyin bizni oldimizga kirib g'alva qilyaptilar deb. Nega o'qimaysan deb. Ko'rdingizmi? Inson doim qilgan ihsonini, sadaqasini ko'rsatishga harakat qilib qolar ekan. Lekin agarki shunday ihson qilsa-yu, uni hech kimga bildirmay maxfiy tutadigan bo'lsa, ertaga tangachalik soya yo'q bo'lgan paytda Allohning arshini soyasidan joy olar edi. Buning uchun harakat qilishimiz kerak. Hamma sadaqalarimizni maxfiy qilishimiz kerak azizlar. Hech kimga riyo qilmaslik kerak. Alloh uchun qilish kerak. Buni birovlarga bildirishligimiz uchun emas, chunki bu fi sabilillah qilinadi o'zining nomi bilan. Ya'ni Alloh uchun qilinadi. Sahobalar shunday bo'lganlar, Alloh uchun qilganlar, ketaverganlar, unutganlar kimga qilganini ham. Bizning eng katta illatimiz bir odamga bir yaxshilik qilib, sadaqa qilib qo'ygan bo'lsak, 30 yilda ham uni esimizdan chiqarmaymiz. Ana bu narsa chatoq. Demak biz ihson qildikmi, sadaqa qildikmi, buni unutaylik. Shunda arshni soyasidan joy olamiz. Va eng oxirgisi azizlar, va rajulun zakaralloha xoliyan va fadat aynahu.
bir kishiki xoli bo'lib Allohni eslaydi-da, ko'ziga yosh oladi. Alloh uchun yig'laydi. Mana shu inson ham arshni soyasidan joy oladi. Bugun mana shu bizga imkoniyat azizlar. Alloh uchun yig'lay olyapsizmi? Yig'laymiz. Ba'zan ko'p narsalar yig'lashimizga sabab bo'ladi. O'tib ketgan ota-onamizni xotira qilib yig'laymiz. Jismimizda kasallik bo'lsa, oqibatini o'ylab yig'laymiz. Kimlardandir qarzimiz bo'lsa, uzolmasdan yig'laymiz. Dunyo ishlari tashvishi bilan yig'laymiz. Ehtimol shu yig'imiz ham joy namozda turib bo'lar. Lekin yig'i odatda Alloh uchun bo'ladi. Ikki xil. Biri Allohdan qo'rqib yig'laydi, azobidan qo'rqib yig'laydi, gunohlarini eslab. Ikkinchisi Allohning bergan ne'matlariga shukr qilib yig'laydi. Mana shu Alloh uchun yig'lash bo'ladi. Kim Alloh uchun yig'lasa, kim Alloh uchun ko'zidan yosh chiqarsa, birovlarga ko'rsatib emas, bitta xoli qoldi, hech kimga ko'rsatmasdan bu insonga arshning soyasidagi joyi muborak bo'lsin. Azizlar, mana shu 7 toifadan bittasi sizsiz. Siz bo'lishingiz mumkin. Men bo'lishim mumkin. Faqatgina bunga bir ozgina Allohdan so'rab, Allohning yordami bilan harakat qilaylik. Xohlardimki, bizni eshitib turgan hammalarimiz qiyomat qoyim bo'lganda Allohning arshining soyasida birga turib, ushbu hadisni eslab, mana shunga amal qilganligimiz uchun bugun biz Allohning arshining soyasida turibmiz deydigan baxtli mo'min musulmonlardan bo'lishligimizni nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.